Hammaga salom, sizlar bilan The Anime Analyst kanali. Bugungi videoda biz Toji va Makining klandan haydalish sabablari va ular haqida qisqacha faktlarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ogi Zeninning Maki va Mai'ni yomon ko'rish sabablari oddiy nafrat emas, bu Zenin klanining kasalligidir. La'nat energiyasi masalasi Zenin klani uchun kuch. Maki deyarli umuman la'nat energiyasiz. Mai juda sust darajada edi. Bu klan nazarida uyat edi. Ogi ularni o'z qonidan bo'lgani uchun yanada ko'proq yomon ko'rardi. Shu qatorda Zenin klanida egizak tug'ilish la'nat deb qaralgan. Jujutsu dunyosida egizaklar yomon belgi hisoblanadi. Ogi bunga chin dildan ishongan. Ogi klan boshlig'i bo'lishni xohlagan, lekin uning o'rniga Naobito tanlangan. Keyin esa Naoya chiqib kelgan. Ogi o'zining orzularini amalga oshmagani uchun alamni qizlaridan olgan. Toji ham la'nat energiyasi edi, lekin u aqldan ozadigan darajada kuchli bo'lib ketdi. Klan uchun u tirik sharmandalik edi. Ogi Makini ko'rib, bu Tojining qaytishi bo'lishi mumkin deb qo'rqardi. Zenin klani Tojidan qo'rqardi, lekin bu qo'rquv ochiq emas, yashirin va uyat bilan aralash qo'rquv edi. Birinchi sabab, Toji klan tizimini inkor qilgan odam. Zeninlar uchun kuch la'nat energiyasi. Toji esa yo'q la'nat energiyasi bilan maxsus darajadagi sehrgarlarni o'ldirdi. Klan qoidalarini yer bilan bitta qildi. Bu mafkura uchun katta tahdid edi. Ikkinchi sabab, uni boshqara olmasdi. Toji klanga bo'ysunmadi. Pul uchun ishladi. O'z manfaatini birinchi qo'ydi. Zeninlar uchun eng xavfli odam nazoratdan tashqarida edi. Uchinchi sabab, o'ldira olmasdi. Ochig'ini aytganda, klan ichida Tojini to'xtata oladigan odam yo'q edi. Shu sabab uni klandan chiqarib yuborishdi, lekin yo'q qilishga jur'at eta olmadi. Bu qo'rquvning eng aniq belgisi. To'rtinchi sabab, Maki paydo bo'lganda vahima boshlandi. Maki kuchaygan sari klan ichida bitta fikr aylana boshladi. Toji yana qaytyapti. Shu sabab Maki bosildi. Mai qurbon bo'ldi. Ogi singari odamlar vahshiylashdi. Xulosa, Zenin klani Tojini yomon ko'rdi, inkor qildi, quvib chiqardi, lekin ich-ichidan qo'rqdi. Va so'ngida Maki va Tojining kuch foizlarini ko'rib chiqamiz. Toji Fushiguro to'liq kuchini 100% egallagan. Tajriba, yillar davomida haqiqiy o'limli janglar, taktika plus instinkt yirtqichlashadi. Maxsus qurollardan foydalanish darajasi eng yuqori. U original va standart. Maki Zenin to'liq uyg'ongandan keyingi xulosa 90-95%. Jismoniy kuch, tezlik, refleks Tojiga juda yaqin. Ammo jang tajribasi kamroq. Sovuqqon qotil instinkti hali to'liq Toji darajasida emas. Potensial bo'yicha 100% plus bo'lishi mumkin. Hozircha bir oz past. Qisqa xulosa, Toji maksimal cho'qqi. Maki cho'qqiga chiqayotgan merosxo'r. Yana bir nechta real jangdan keyin Maki Tojini ham ortda qoldirishi mumkin. Lekin bu hali aniq emas. Aytgancha, bu mening fikrim. Agar sizning ham o'z farazingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat. Sizlar bilan The Anime Analyst kanali bo'ldi. Like, podpiska va kommentariya qoldirishni unutmang.